Amerikada UFC'dan boshqa ligalardan taklif borligini ham aytib o'tdi. Takedownga harakat Maksim tomonidan. Ramazon Temirov yana himoyalanishga majbur. Vaqtga qarab qo'ydi albatta. Ramazon. Ha? Mana bu yerda yaxshi svap. Endi esa nazoratni o'zi ushlash kerak. Ketyapti Ramazon. Lekin u qadar qulay emas. Menimcha oyoqlarni tutib olgan, yomon ham emas, lekin to'liq bo'yinga o'tib ketmabdi. Qarang, jaqsimi bor. Endi nazorat nazarda. Intensiv kurash davom etyapti plan jarayonida. 2,5 daqiqa vaqt qoldi. Pozitsiya uchun kurashyapti. Ketishda Shohrux submission amalga oshishi juda qiyinga o'xshayapti. Qiyin albatta. Qulay vaziyat bo'lmayapti. Imkon qadar pozitsiyalarni yopyapti Ramazon Temirov va mana bu yerda chiqib ketdi. Mana bir 10 daqiqa. Buni kardiosi boshqa baribir. Bir raund 10 daqiqa. Lekin Sharapullet hamda Nursulton Ro'ziboyev bahsi tashkil etilsa, aynan grappling borasida juda ham qiziq bo'lsa kerak. Lekin Nursultonni bilasiz, o'sha Kimurani ajoyib tarzda amalga oshirishini. Kimurani Nursulton Ro'ziboyev kiyib qo'yadi. Juda ham ko'p g'alabalari bor aynan Kimura uslubida. Hozir nazarimda aynan Sharapulletga qarshi Nursultonning imkoniyati yuqoriroq grapplingda. Meni shaxsiy fikrim. Arman Sarukan bilan ham kurashda ko'pchilik. Endi Arman Sarukan 70 kg vazn toifasida, Shohrux bu 84 kg. Bu yerda vazn toifasi 70 kg bo'lmadi Armanda. Nari borsa 77 bo'ldi-da. Sharapullet o'zi 84 urishsa, nechidan tashlaydi? 90 ni yuqori. Deyarli 100 ga yaqin vazn toifasida tashlaydi. Bo'lishi mumkin. Albatta bu jang ham qiziq bo'ladi. Nursulton Ro'ziboyev, Sharapullet. Biz esa Ramazon Temirov, Azat Maksum qarama qarshiydi. Imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin chiqib ketdi. So'nggi 30 soniya o'tib boryapti. Ushbu qarama qarshilikda qulay vaziyatga o'tib ketmoqchi, lekin vaqt yetmaydi. Demak, bahs shu bilan deyarli hozir menimcha vaziyat oxiriga yetkazib qo'yiladi va Prof Grappling to'qnashuvi sabab bo'lgani uchun submission bo'lgani yo'q. Shuning uchun jangovar durang bunday схватки объявляется боевая ничья. Jangovar durang qayd etilmoqda ushbu grappling bahsida. Ha do'stlar, aytib o'tganimizdek, durang qayd etildi. Submission amalga oshmadi.